بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال المصنف رحمه الله: وأما الموضع الثالث وهو اختلافهم في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة. ما مثلا قندا سفر olsa bunun da namazını kıskartıp okuydu, kandığında kıskartış ruhsat yok diyemez. Çünkü bu bir ruhsat olan iken, ruhsat kılınmaydıgan ahval olup kalsa, yengillik verilmeydigan ahval olsa, bununla namaz kıskartış ruhsat yok deyik. فرأى بعضهم أن ذلك مقصور على السفر المتقرب به كالحج والعمرة والجهاد. وما يعجز جهاد يا طلب العلم مثلا يا أطعم زيارة قشتك مشندا bir taat ibadatga munosabatlik savoblik ishlag'ilam qilingan safarga xos deb qarabdi. Va mimman qala bi hadal qawl Ahmad, Imam Ahmad shunday deb qaradi. Va minhum man ajazahu fi as-safar al-mubah duna safar al-ma'siyah. Ba'zilar mubah safar olsun buldu debdi. Lekin ma'siyat safari bo'lib qolsa, bulan talonga mangan masalan, ya zina qilishga mangan, gunoh qilishga safar qilgan bo'lsa, o'shada qasr qilish ruxsat yo'q bunga debdi. وبهذا القول قال مالك والشافعي. İmam Malik bilen Şafii muşu qarashni yaptı. Lekin İmam Malik'te yana başqacha bir qarashim bor ekan, ma bir rivoyat. İmam Şafii'ning lekin mazhab qarashi, agar safarni boshlashda shunda gunohni maqsad qilib boshlagan bo'lsa, ruxsat yo'q unga. Agar yerim yo'lda unda gunoh ish qilish udilgap qilib safar ustida bundan qilgan bo'lsa, o'sha mayli deb qo'ydi. Safar qilib atgan chaqda bu, safar ketib o'g'li qilib, bunda sataqishni qilgan bo'lsa, chaqda yana safarning ruxsatidan bahramon bo'la oladi. Lekin yani muallif Şafii mazhabining o tafsirli qarashlarini o'tirib qo'ydi. Wa minhum man ajazahu fi kulli safarin qurbatan kana aw mubahan aw ma'siyatan. Bu Abu Hanifa'ning qarashi, Savri va Abu Thawr ulamo billayken. Qanda safar olib qolsa, gunoh qilish uchun mangan bo'lsin, taat ibodat uchun mangan bo'lsin, qasr qilaverdi. والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل. بهذا اختلافның sebebi, بهذا معنى معقول degan bir nima aytdi. Ya'ni safar degan qiyinchilik qilib keldi. Qiyinchilik qilib kelgan ekan, buning sakanchilik va degan bir ma'qul ma'no aytdi. Bu nimaga zikr qildi esa, Rasulullohning sharikatidan iborat bo'lgan dalilninki zohir lafziga zikr qildi dedi. وذلك أن من اعتبر المشقة والظاهرة لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر. مثلا مشقة يعني معنى معقول ندلمش هذا. معنى معقول نكوش تفهم تقدر ده. يا سفر ديان سوزن ظاهر كلام إسلسا. سفر ديان كم بوم سفر سفر فرق يوق دبقر. وأما من اعتبر الدليل الفعل قال إنه لا يدل إلا في السفر المتقرب به. Resulullah'ın şeriketinden ibaret olan bu delilge karasa, taat, ibadet, seferden baş seferde bulmaydı da vardı. Lianna Nebi sallallahu aleyhi ve sellem lem yaksur kat illa fi seferin mutekarrabin bihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taat olan seferdilen şuna kasır kıyal. Yani nedir Resul taat olan seferden baş seferini kılmalı. Ya cihad çıktı, ya hecg vardı, ya ömrü vardı. Onda bir tamaşa kılıç çıkan, onda bir şey yok. Çünkü Resulullah'ın vaaz şerikte onda pek delil bulanmaydı mı? Ve amma men farraka beynel mubah vel ma'siyeti fe ala cihetet taglib. Yukarıdaki taat ibadet seferi aslan buldu, onun başkası kasır kılıç ruhsat yok digelinin delili. Hem de günah olmasılam mubah olsun meyle. Ticaretke, seyir seyahatke, ya gibi tamaşalı oynayıp kille diyene manda sefer olup kalsa bu meyle ama günah olmayan iken ruhsatdan bahramon bo'ldi. Nima uchun gunohni unumay turib oldi? Faala jihati taglib. Buni jinoyatni erlashtirgan jihatdan jazolagandak bir xil. Bunga yengillik fursatini bermaymiz. Buni qilgan jinoyatiga mo jazo var. Sariq issa uning jazosi var. Qaraqchilik issa uning jazosi var. U jazodan boshqa yana oxirat gunohning jazosi var. Uningdan boshqa ma qasr fursatini bermaslik. Bu bir xil jazo. Bunda qarab. Bu Imom Shafiining qarashidir. Mubah bilan ma'siyatni ayirgan. Lekin bu tagliz desa namozni qasr qilish qilmaslik tarafdan manda jazolash degan unda jazo yo'q islomda. Ha? Unda jazo yo'q. Bu xuddi Hanifi mazhabining
mesalatda talaq tushidi, çünkü buni jazolash tarafdan bunda talaqni tushiramiz deganda shunga o'xshab qoldi ekan. Bunun jazosi ayrı emas buni. Taqlid qilsa shu jazoni taqlid qil. Masalan, qutta tariqni masalan bulanchiqqan bo'lsa, innama jazoul ladzina yuharibunalloha va rasulahu va yas'una fil ardi fasadan an yuqattau aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf. Shunda mesela kalısın elbette. İkinci qarash mı şu? Men farraqa baynahum. İkincisi mubah sabr olsa, masiyat sabr olsa bulmaydı diyelim abi. Üçüncü qarash Hanefi mazhabının qarashi. Ha? O'xshashdi. Uning gunohi o'ziga, namoz ibodati ma'noda o'ziga. Uni ma'qul namoz qabul bo'lmaydi bunday sabr desanib turasiz ya. Wal aslu fihi hal tajuzu ar-rukhas lil usati am la? Niyadikan asli qoida nima? Talash tartishning jildiz nima esa, osilaga, fasiq, ma'siyat qilgan bunday kishilarga ruxsatdan bahram bo'lish fursati bormi yo'qmi? وهذه مسألة عارض فيها اللفظ المعنى لفظ يعني مش حديث رسول الله شركتنا حكاية قدام مثلا رسول الله من ده سبق بقوم من ده كان شو اللفظ دمك هذا فاختلف الناس فيها لذلك عالمنا مشو جهات اختلاف قلبي dedim. Yani mana degani mishal mashaqqa. Lafz hozir mashaqqa vaqti bu safar deganda yengil o'zoldi deganga Rasulullohning qilgan sharikda uni udilganmadi. Chunki Rasululloh ma'siyat safar qilib qolgan ekan. Degan yana bir mazhab nindab turoladi. Bu yerda ruxsatdan bahramon bo'lmaydi dedinglar. Lekin bizning qarshimizda bu qasr qilishga ruxsat emas, bu azima bor. Undan keyin bu ruxsatdan bahramon qilish yo'q. Bundan turoldi. Ruxsat emas degan bir mazhab. Ruxsat emas, şu normal shuningki farzog'ini shu deydi. Safar altida. Undan keyin mazhabning istilohi o'zining istilahini boshqa tanvazi bo'lmaydi. Sen ruxsat deb qaraydigansan. Kiribanda yo'q ruxsat degan ma'siyat qilishga bersak bo'lmaydi. Lekin men ruxsat deb qaramayman uni. Ruxsatdan mahrum bo'lishda ulimsin aniq dalilni rad qilib turishda bir ko'rsatgan misol banas. Çünkü bizden karşımızda rakatain dilg'on, fırıdatsalar rakatain şu. Bu daptan da bunun farzog'ini ish kirgan. Bu ruxsat emas. Undan keyin muqim holatga o'xshash bo'laverdi. Aslarga azim qilmasligimiz lozim bo'lsa, safar qilmaslik. Ya asli safar qilmas kerak-da. Safar qilmasak nima qildingmi bu? Qilgandan keyin mush yengillikda ashu biramdiq baramdiq. Bunisi bu ma'siyat qilganlar o nimani sal yengillik bo'lmasa namozni qilib tashlashga erishilib. Ha? Chunki asil bo'lgan ekan. Ular da jumhurlar nima asos qilsa valla ta'awunu alal ismi wal udwan. Bu yengillik deb turib bunda nima qilmanglar deb bunda. Yana bular faman turra g'ayra bag'in wala adin fala isma alay. Yani birisi fala junah alayma ishkayen dil qilib bu adin va bag'in bu. Bundan keyin bunda ruxsat yo'q. Yemek içmek tikagan ishni mushadimi umumlashtirib, buni yengillik ruxsatini bermaymiz deb qo'ydik. Bu hamda g'alat ishkan bu. Safar ma'siyat safar. Yani bir mazhabning shu nimada turdi bu. Bu safar qanday safar bo'lsa, chiqmaslik shu tarafdan chekilsak, bu namozdan normal boshqa bandlarga o'xshash bayramon bo'lish kerak. Buning ustiga masalan, shu muqim holatdimi ba'zi ruxsatlar bor shunda. Muqim holat qildi ruxsatlar bor. Ba'zi usulimiz tayammum qilgan, ba'zi munda ishlarda unda cheklash yo'q. Unda gunoh qilib turayotgan odam bo'lsa, buningga menda yengillik yo'q. Mana bahramon bo'lmaydi. Masalan, muqim turayotgan nurg'un asillar bor. Masalan, shada safar qilmay asilik qilganlar bor. Bunga nurg'un nimadan yo'q, bunda ishlarda bahramon bo'lmaydi deb ruxsatni cheklayotdikmi? Bunday ish yo'q. Agar chekilsak, shuni chekilsak bo'ldi. Yani muqim holat tutilgan yengilliklardan bahramon bo'lmasa bo'ldi shu. Lekin u bahramon bo'ladi. Bu shu bir xil jazolash demasa shu. Ala jihat at-taqlid degani jazolash jihatdan qilganim ekan. Wa amma al-mawdi' ar-rabi' wa huwa ikhtilafuhum fi al-mawdi' alladhi minhu yabda'u al-musafir bi qasr as-salat. Musafir hozir yo'lga chiqdi. Qachondan tortib qasr qilishni boshlaydi? 80 kilometr minib bo'lganda undan qasr qilamdi yoki zodi 3 kilometr mangandan tasib bilan qasr qilishni boshlayveradi dedi. Qaynna malikan qala fil muwatta'i la yaqsuru as-salata alladhi yuridu as-safar hatta yakhruja min buyutil qarya. Safar qilmoqchi bo'lgan kishi shu jutninki binolardan, uylardan
mahallardan chiqib bo'lguncha qasr qilmaydi. Wala yutimmu hatta yadkhula awwala buyutiha. Ondan bamoqchi bo'lganning dastlabki uchirgan öy binalar kirib bo'lguncha qasr qilaverdi. Bu amaliyotda Malik namaz jumhurning qarshi bu. وقد روي عنه أنه لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو 3 أميال. يعني بالرواية واكن 3 ميل سرقة çıkıp boğaça qasr qilmaydi. 3 mil minib bo'lgandan keyin anda qasr qildi. 3 mil jiroqlashib bo'lganda demakchi. Lekin buni aytganda dalil yo'q magat. Bunisi ba'zi say dalil va kan yaqsul fi 3 أميال dedi. 3 mil bijaga vasimiz qasr qildi degan bir hadis var, say hadis var. Onu zikr qildi. Shuni arliqda degan gap. Ma shuni minib bo'lsam ondan qilsadi. وذلك عنده أقصى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج مصر في إحدى الروايتين عنه. İmam Malik'nin şıkıl rivayeti var da Cuma şanı sırtıdaki adam bolsa qanda adamlığa vacip buldu bulmaydı degan meselede bir rivayette 3 mil jiroqlikka adam bolsa Cuma'ga berish kerak degandi. Ama bu 3 milni bir belgilashimiz var ekanda. Bu qawl avval qala jumhur. Şanı sırtıda shunda chiqib bo'lganliklar qasrni boshlaydi. Ya'ni shayga shunda chirib bo'lganlar shu chaq qadar qasr qilib turdi degan qarash shu jumhurning qarashi. Va huwa sahih. Elbette şu karışımda İmam Malik Malik'in karışını delilsiz bir gepken. Ve sebebi fi hadal ihtilaf muaradatu mefhum al-ism li delil fi'l. Ya isim diyene sefer diyene yani darb fil ard. Ve iza darabtum fil ard diyor. Darb fil ard bilen hazır Resulullah'ın kıyga şirketleri bunda birbirine zitkep kaldı dedi. Ve zalika ennehu iza şer'a fi sefer faqad intalaqa alayhi ismu musafir. Sefer şunda başlagandıkıllam musafir diye isim koyuldu bunun olsun ama faman ra'a mefhumel isim isim qılam diqqat qilgan bo'lsa qala idha kharaja min buyutil qarya shu jiddan shunda chiqqandikilar qasr qilishni boshlaydi deb qaradi yani jumhur va man ra'a dalil al fa'l Rasulullohning sharikatini ko'z tutganlar yani fi'lahu sallallohu alayhi vasallam qala la yaqsir illa idha kharaja min buyutil qarya bi 3 amyal لما صح من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. Madis bunu cumhur uzun sefer kılıp 3 mil minib bo'lgandan keyin ondan qasr qilish boshlashni ko'rsatdi hadisdaydi. Lekin ba'zan fiqhni sanlar buni kim dalil qilgan sanlar zohiriyning dalili bu. Zahiriylar sefer olsun uzun sefer olsun seferlan bo'lsa qasr qilsa deydi. 3 mil sefer qilsami shu qasr qilsa deganlar dalil ko'rsatdi. 3 mil yoki bir vaqt 3 farsah. 3 farsah bo'lsa bu 10 mildek bo'ldi. Zahiriylar dalil qildi. Lekin ma jumhur hamda İmam Malik boshqa buni dastlab qilib qasr qilish boshlanish o'lchami qilgan ekan, mushin dalil qilib ko'rsatdi. 1 mil 1700 metr. 1,5 kilometrdan chiqroq. Odatda nima ayrıydı? Quruqliq mil, suv mili deb ikkisi ayrıydı. Suvninki sal uzunroq chiqadi. Quruqliqning shu 1.7 bo'lishi mumkin. Inglizchami shunga mile deydi. Mil deganni arabcha ishlatadi. Arabchada. Wa amma ikhtilafuhum fi zaman الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر قنچه مدة توسا قصر قلده. زادت أنا بمزة 15 gün neden yapılıyor? فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحو من 11 قولا. 11 xil qarash var. 11 xil qarashdan men faraz qilib deb baksanlar biz shu qilish mumkin. 3 kun, 4 kun, 6 kun, 8 kun, 10 kun, 12 kun, 16 kun, 18 kun, 19 kun deb bir sana oldursanglar aşağı 11 qarash chiqadi. Buni aniq nas yo'q. Ay talash tartish ay ko'p bo'lib ketgan. Ayda nimaga qarasa masalalarga cho'qim onda aniq nas yo'q bo'lganlikdan endi talash tartish ko'p bo'ldi. Bu Resulullah'ın şu Mekke'de tuğanı, başka yerde tuğan ahvalları qarab, Resulullah neç gün tuğan, şu cadde neç günde qasr qilgan, şunun qarab belgilgen ahvallar. Lekin bu yerler Resulullah bize 5 gün turib da qasr qildi. Qilgan ba'zida 5 gün turib qasr qildi. 10-chi bo'lsa qasr bo'lmaydi. Ondan Mekke'de 15 gün tuğan bo'lsa 16 kun dedi. 19 gün tuğan bo'lsa 19 kun turib qasr qildi, onun ortiq bo'lmaydi deb turadi. Bir tarafdan dalil oldu, lekin yana bir tarafdan dalil bo'lmaydi. Yani shunchalik tursan qasr qilganligini bildirdi. Lekin uningdan ortiq uningga dalil xitobdi.
İlla annal ashhar minha. Bu en meşhurlardan dağınıqraqın 3-4'ünü süzüp aldı ekanman. Ve ma alay fuqaha'l amsar. Ve lahum fi zalika thalathat aqwal. Şu fuqaha'l amsarning 3 qarashi bor ekan. Ahaduha madhab Malik ve Şafii. Bular ennehu iza azma'al musafiru ala iqamat 4 ayyamin atamma. 4 kun turma deb niyat qilib qolsa, ko'ngli pukib qolsa, azma degan shu nava degan. Bel bog'lab qolsa degandek. 4 kun turay deb qolsa, to'liq o'qiydi demak. Bunda 3 kun bo'lsa, qasr qildi dedi. Va thani mazhab Abi Hanifa va Sufyan ath-Thawri annahu iza azma ala iqamati 15 yawman atamma. 15 kun turman deb qolsa, to'liq o'qiydi. والثالث مذهب أحمد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من 4 أيام أتم. Babam da ilgirka Şafii Malik'nin karşıdın farkını verse 4 gün artıqraqqa niyet qilib qalsa dedi. Yani bunun karşıda İmam Ahmed'nin karşıda 22 namaz deb belgileydi. 20 namaz 4 günga 2 namazını qilib 22 dan oshsa o'chada andin to'liq o'qiydi dedi. Uninggacha qasr qildi. Ve sebebul xilaf annahu amrun maskutun anhu fi şer'a. Yani şeriatte aniq bunda belgilen kelmedi. Manç kunda qasr qil, manç kunda qasr qilmaydi dedi. Vel qiyas ala tahdid da'ifun indal jami'. Yani mançlik belgilashda u belgilashda boshqa narsani bilgan qiyas qilish ojiz deydi. ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام فيها مقصرا. Aş imamlar hamısı nimini közlüde, rama degen közlüde, maksat kıldı. Özden mezheplerge aş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qasr qilib turgan muddatdan dalil keltirishga tirishdi. Shuni közledi. Ev annahu ja'ala laha hukmal musafir. Yoki musafir hukmini bergan, aş bir muddatga qarab o'z mazhabiga dalil keltirmoqchi bo'ldi dedi. Fal fariqul awwal احتجوا لمذهبهم بما روي أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 3 يقصر في عمرته. عمرده 3 gün turib qasr qilgan. Şu dalil xato bo'ldi, ha? Yani 3 gün tursa qasr qilganligini bildirdi. To'g'ri. Lekin 4 gün turib qolsa bo'lmaydi degan mashkutdan. Demak, mana bu mazhabning dalil xato laysa hujja degan gapni to'g'ri chiqib qoldi. وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للتقصير ما. أنا جبر شكل مسيح كان لك دليل يقول. وإنما فيه حجة على أنه يقصر في 3 فما دونها. دلوقتي شكن توسان قصر قصة ديالنا بالدردو. والفريق الثاني احتجوا لمذهبهم بما روي أنه أقام بمكة عام الفتح مقصرا. عندما شكل قرش 15 gün diyorlar. Yani bir mezhepçiler Resulullah Mekke'nin feth qilgan çağda Mekke'de 15 gün turgandı. Bu bazı rivayetçiler kelgan. Bazı 16, bazı 19 yanda kelgan. Yani bunu hisoblashdandan bunu 15 gün tercih qildi. Nima uchun desa 16 gün 18 gün deganda 2 gün Havazin bilan jang qilib, Faqih bilan Hunayn g'azotini qilib ayanda u yerda turganda ondan yani bazı 2 günne çıkırıp tutun. Makke'ye çıkan günden çıkarken günden çıkırıp ötüp kıysa şu günler dayında 15 gün, 16 gün, 17 gün, 18 gün, 19 gün degende çıkıdı. Yani rivayetin okşaşamaz mı onda? Demek bazı rivayetken 15 gün degende aldı dedim. Yani 15 gün degende eriştimi aşında bazı hesabını bakıp 15 gün degende sana konuda şunu tercih kılırdı. Onun için sana 19 gün degende kelgen. Bundan 3 gün ay çıkarttı ya çıkıp Mekke'nin sırtını tuğan, bunda çıkırıp etkili tursa 15 gün kaladı da bulun bunda hesaplap çıkan. وقد روي 17 يوما و18 يوما و19 يوما رواه البخاري عن ابن عباس. 10 günde mi kelgen bazıda. وبكل قال فريق. Her bir rivayetine ağıllı 18 gün, 19 gün. 19 gün Bukhari'de var. Hemmisi Bukhari'de var bunun. Lekin buni tavfiq qilaman. Asla chiqib chigan kun 2 kunni kam hisoblaganman bu. Shu Makka turganlar degan, Havazimlar Hunaynni g'azot qilgan vaqt uni chiqarib manch kunlar 15 kun deganda menda jama qilib qo'ydi buni. Demak, mush 15 kun deganga birinchi nima degan gap o'zi aynan tushdi yana. 15 kun turdi, qasr qildi deganlik 16 kun yoki 20 kun tursa qasr qilmaydi deganlikni bildiramdi. Bildirmaydi. Bu eng yuqori cheklama emas.
Üçüncü grup alimler 4 günden artık 22 gün namaz deb qaragan İmam Ahmad ihtajju bi muqamihi fi hajjihi bi Mekka'da muqsiran 4 ayyam. Ajqigan chaqda Mekkada 4 gün turgan edi. Degan bu Mekka turishni anda bilan chiqirib Mekkadan turganni 4 ga hisoblabdi. Boshqa safarni hisoblabdi. وقد احتجت المالكية لمذهبها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر 3 أيام بمكة مقاما بعد قضاء نسكه. Bulan da Resulullah muhacir kişiye, Mekke'den hicret kılan kişiye sen Mekke'ye ömrüge yoki anda ejgi verip kalsan 3 gün tursa 3 günden keyin qaytsa deb bunda ruxsat qilgan deydi. Yani bu hadis yemkusul muhaciru ba'da ada'i nuskihi 3 degan. Bu hadisni asosini 3 gün nima uchun 3 gün ortiq turishga bo'lmaydi muhacir? Çünkü bu hicretini beka qilib hicreti yeni olgan deb. Şuna alaka Sa'd ibn Abi Waqqas Mekke'de kesalar qanchaqda yig'ildi go. Rasulullah yo'qlab kelgan chaqda. Men shu Mekke'da kitabim bo'lsa, vaqtdan yashaysa, balki sen jiq kishilarga manfaat qilsa, jiq kishilarga ziyon ursa dedi. Ondan lakin Rasulullah sallallohu alayhi vasallam yarfi Sa'd ibn Khawla an mata bi Mekke. Mekke'da o'lib ketganini u ishorat dedi. Nima uchun ishoratda bu hijrat qilib kim Mekke'ye kelib shu yerdan da 3 kun turish ya shu yerga ketmayman, shu yerda o'lib qolgan ekan, bu xuddi hijratni bekor qilib ketgandek ehtimol bor. Shu muhojir kishi hijrat qilib bo'lgandan keyin o'zini yutib qaytib olsa hijratni bekor qilib ketadi. Lekin ma'va islomning shu nima davridagi ishlar, Makka Madina davridagi ishlar, undan keyin andan islom diyori bo'lib o'zgarib, masalan bir yurtda o'zining islomini qo'llamay qolgan kishi musulmon altida yashayoladigan ya hijrat qildi. Qilgandiga o'zining o diyorini keyin endi islom keng tasha yaylaydigan yerga aylanib ketsa, ki qaysi bo'ldi? Lekin dastlabki chaqda o'zining nima qilgan yerga qaytib olsa, hijratni bekor qilib ketdi. Musulmonlarningki shu yerda islom davlatini tiklab turishga munosabatda olim turish. Shunga shu nimalimi Arabiylarmi o'zining shu sahrasini tashlab Madinaga kelib qilgan bo'lsa, ular sahrasiga ketib olmaydi. Sahra turishga ruxsat qilmagan. Madinaga kirib yerlashganini o'zining yurtiga sahra turgan ko'pincha yurtlar. Shu qaytib turishga ruxsat qilmagan. So'ng bir Arabiy kirib ruxsat olsa aqlni men bayatisi ya Madinada turib olmay bu. Baytni qilgan bo'lsa da bunga axir va ketdimi? Bu yerda muhacir 3 gün turdi degan bir ruxsat topdi deb shu 3 gün lam esli oldi bular. فدل هذا عندهم على أن إقامة 3 أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر. Musafir ismini ondan tatolamaydı dedi. Demek bunun yani şu bayattan itiraz var şu. 3 gün ise tatolamaydı, lekin 4 gün şu. Onda gap yok. وهي النقطة التي ذهب الجميع إليها. Aşammaydan şu istiga ismişi. 3 gün turgansa 3 günde onda musafir bulaverdi ekan. 15 gün ise 15 gün musafir bulaverdi ekan. Ondan artık qo'zib bo'lmaydi deb tur. Hammasi undan ortiq qo'zilmaydi. Wara mustanbataha min fi'lihi sallallohu alayhi vasallam ani mata yartafi anhu biqasd al-iqama ism safar. Misal gap qachonda bu musafir degan ism buni ko'tarilib ketib muqim bo'lib qoldi bu. Yani shuni belgilashdi hazratlar. ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبدا. Şuna bulanmasa bir ittifaq kelgan yavad edi. Qanday ise safar qilaman deb safar qilanmay bunda uzun turib ketdi. Turib ketsa bu chaqda musafirlik ismi turaverdi bunda. Hatta bir yil olsun turdi deb ittifaq keldi. Mishalga mesela musafir degan ism qachon ko'tarilib ketdi buningda? Musafirlikdan qachon chiqib ketgan bo'ldi deganda ixtilof qildi. Bu bize bazı bilet okey kılanmay könde ögün zade o mağdan nas tapanmay ya ayrıplar yok. Bunda yetip gitti bu. Bazı bir ay yetip gitti ama secde Allah biletin okey kılanmay bazı 15 gün keşif gitti var. Bunda olsa bu musafir alıp duruyordu da bunu ittifak geldi. Asas. Siz mesela normalde 15 gün turmaya da biletine ayda okey kılanlar biz nasıl kılışın ama. Bir sebepten bu okey bizim çadak çıktı. Ya şu gün ama keşif kılıp, ayrılan keşif kılıp andın, könlü şu beletxanın katmaylandı.
Urun bağımı, ati bağımı, ögün bağımı, bunda xil tutsa 10 gün, 15 gün keşik ketsin mi? Qasr qilib o'qiyverdilar demak. Lekin Şafii mazhabda bular 18 kunni cheklamay qo'yadi. Uni uzunni o'qimaydi degandek bir gap bor. Lekin ko'pchilik buni aytmoq. Uzun turib ketsin 1 oy qasr qilaverdi. Abadan degan 1-2 yil, 5-10 yil bo'lsin degan. Masalan ba'zi jangchilar bir yana qo'dab turgan emas. Chegirni yapacağım. Qo'dab turgan ki bu odamda bu qo'dash qachon tugaydi, nima emas, qachon buyruq chiqib, o'lgan qachchilar asli qaytani boshqalarga aytildi deb buyruq chiramdi, uni uqmagan ekan. Turiyor qachonda, qaytanlar desa qaytalangan. Bulardan bir yil to'simi shu yerda qasr qilib o'qiyor. So'ng Ozarbayjonda boshqa nimada turgan shu mujohidlar ilgirki, Sabilning davridagi shular Ozarbayjonda 6 oy turib qasr qilgan, falana 2 yil turib qasr qilgan degan rivoyatlar bor. Wa in aqama ma sha Allah. Qanchalik tursa qasr qilaverdi. Buni ittifoqda. Wa man ra'a الزمان الأقل من مقامه صلى الله عليه وسلم تأول مقامه في الزمان الأكثر مما ادعاه خصمه على هذه الجهة. Üçgen diyorlar. Aqall min muqami sallallohu alayhi vasallam qo'ymuş. Anda 15 gün, 4 gün degan jiqroq deb turganning dalilini nimda ta'vil qilib turganlar. Masalan, Malikiylar 15 gün deb qaragan Hanafi mazhabining dalilini nimda ta'vil qilgan. İnnema aqamaha ve huve ebeden yenvi ennehu la yuqimu 4 ayyam. İttifaq kelgan masalaga o'xshashdi bu. 3 kundan ortiq turmayma deb, ma'man deb 15 kun turib qolgan deb turadi. Ve hada bi'aynihi yalzamuhum fi zaman alladhi haddahu. Aslida 3 kun deb bektilganingizga mushu gapingiz yani shuda. Rasululloh 3 kun turman degan, lekin erta-erta 3 kun turib qolgan. Vel ashbahu fil mujtahidi ijtihad qilgan. To'liq ijtihad salohiyati bor kishi qanday qilish kerak bunda? Mujtahidga loyiq bo'lgan ish nima desa, an yasluka ahada amrayn. İki yoldan birini tanlash kerak. İmma an yaj'al al-hukma li akthar az-zaman alladhi ruwiya anhu sallallohu alayhi vasallam annahu aqama fihi muqsira. Ya Rasulullohning shu eng uzun turgan muddatni iliblan 19 kundan belgilab qo'yish kerak. Va yaj'al zalika haddan min jihati anna al-asl huwa al-itmam. Shuni bir ayırış çeklimiz qilib 18 kun 19 kun 19 kunida mushuning shu qasr qilishdan to'liq o'qishninki chegarasi mushu deyish kerak. Favajaba an la yuzad ala hadha zaman illa bidalil. Demak Rasululloh misha qadar ruxsat bormana. Uningdan boshqa Rasulullohning unda ruxsat qilganini o'qimaymiz. Bu ruxsat shu dalil bilan bekitildi bu. Asli itmamga al-asl itmam. Undan bu qasr qilishni delil bo'lish kerak. Ayda manda turasın buldu dedi. Bu bir yo'li. Yoki manda desin bo'ldi. Innal asl fi hada wa aqallu zaman alladhi waqa alayhi al-ijma'. Hamma ittifoq kelgan eng oz muddatni olamiz. Hamma ittifoq kelgan 3 kunga mushuni olamiz. Wa ma warada min annahu sallallohu alayhi vasallam aqama muqsiran akthar min zalika az-zaman. Endi uningdan jiq turgan vaqti emas 4 kun, 15 kun, 16 kun, 17 kun, 18 kun, 19 kun diyorlar. Bunda ihtimali var edi. Eyyekun aqamahu li'annahu jaizun lil musafir. Bu ihtimallik edi. Yani musafir anda jiqroq tursa qasr qilish joiz bo'lganlikdan anda qiyam bo'lishi mumkin. Tamam? İki ihtimallik var edi. Yani birisi ya ihtimal yakun aqama bi niyyati zaman alladhi tajuz iqamatu fi muqsiran bittifaq. Aslida yo'q bu 3 kun ittifoq kelgan 3 kun niyat bilan turgan, ish tugmay uzun turib ketib qolgan deyish mumkin deydi. Mesela 18 kun turdi desak 18 kun turish ikki ehtimollik bor. Birisi 18 kun tursa qasr qilsin bo'lganligi bor. Tamam? Yana birisi 3 kun turishni niyat qilgan. Anda 3 kun turgandan keyin ati deb anda turish o'xshash holatda anda uzun turib ketib qolgan. Yani 18 kun turman deb emas, 3 kun turma degan, lekin 18 kun kishi chiqib qolib kechikib qolgan. Bunda ehtimollik bor deydi. Endi bu ehtimollik bo'lgandan keyin qanday qilamiz? Vajibat tabassuk bil asl. 3 kun bilan to'xtab turamiz. Qolganini biznat demaymiz. Va aqallu ma khila fi zalika yawmun va layla. Biz 3 kun deb jumhur fuqaha ansarniga 3 kun degan tuqqo. Bu 3 kun degan fuqaha ansarning qasdi, lekin buni eng aqalli ittifoqni yana bir qizib chiqsak, hamma qarashlardan suzib chiqsak, buni bir kecha kunduz degan qarashim bor. Biz oyada 11 so'zdan fuqaha ansar mazhab imomlarining qarashlarini suzib chiqdik-ku.
Şundan degan hozir hamda aqall ma vaqal ittifaq alay yawmun va layl bir sotka degan qarash bor. Yo'q biz bir sotka degan qarashga ma'qul hozir. Uningdan ortiq ayrim bir dalil bo'lmasa, yine demaymiz deb turvasak bo'ladi. Ya'ni mujtahid manda usulni qo'llansin bo'ldi deymiz. Va huwa qawlu Rabi'a ibn Abi Abdurrahman. Rabi'a ibn Abdurrahmanning o'tgan ismi chiqdi-ku. Bu Rabi'atul Ra'i degan imom ekan. Imom Malik, Layth, Thawrining ustozi ekan. Tabi'i Anas ibn Malik bilan uchrashgan olim ekan. Buning tarjimalda sifat safvada bir voqelikni qiziq voqelik. Bunun dadisi Abu Abdurrahman. Bu Abu Abdurrahmanning ismi Farruh ekan. Bu Farruh Xurasan tarafga, O'rta Osiyo tarafga jihad atlanib ketgan. Jihad qilgan chaqda ayoli hamildar ekan. Mangan chaqda 3000 tillarni ayoliga meni saqlab qo'ygan deb bergan. U qachon yilda qaytamdi, 6 oydimi, 1 oydimi yo 10 yildimi unutmagan ekan. Ma pulni joyga qo'ygan, saqlab qo'yganlar deb beribdi. Bergan ekan, bu ketib saq 28 yilda qaytibdi. 28 yil o'tgan chaqda Madinaga qaytib ketdi. Etim minib shu hali yeshib joy borda, hamda 60larga chiga vaqtlar. Etim minib Malikga bilan o'zidan uyg'ongan ekan. Neyseler işten tarağını işitlam çeyse o Rabia çıktılam. Allah'ın düşmanı bu öğrenimde hücum kılsan deb to'lishib qilib tushib qolgan, yaqisdan tushib ketgan bu. U deyken bu sen men uyamda bu oylimning qish nima demiş qilsan. Buni uyatsa oylim tuzmaydi. Sen nima qilsan? Uyat bir adam insonlar anda tushib ketgan ekan, anda u yerda malika, qulun qo'shinlar yo'q, yoki saqchilar deydilar. Ashariy cho'ng mo'ysiflar keldi kerak. Kelib voy nima ish bor deb nima qilsa, u yerga chiroqdimi avo. Avo qo'yib, bu bizning o'yimda hujum qilgan bostiribchi-da. So'ndan nima ish qilib aytirsa, bu mening o'yim. Mening ismim Farruh, 20 yil burun ketgan, hozirda qaytib keldi degankan, uni ashgan deganda oila o'ytirib anglab yürüyüş boyu bunun erimde mabalısı bana dep yerden tanışır iken bu. Tanışkan iken ondan ölçürep, armalap, şey başını okuyan iken Şumutullah'ın elanlar dese. Ama öyküyenken bunu lazım buldu hem de hecaj kapı lazım olan iken Hotuna Şumutullah'ın elanlarımız dese. Bir 3 gün epey kömür koygan ona dedik. Digenken ama koldan 5 gün hem de şan ayınlap aramalarını okular körüşe kalırlar körüşe. Ertesi ayıl derken Sama Resulullah'ın masjidine çıkıp ben namaz okuyup çimemler deyip. Yani kim bu çıksa bu masjidden de namazın kenarlık ilim sorunları oldu ama halkalı. O çağda İmam Malik var mı da şu da Rabia'ya takip olup dersleri vakıl bolsun. Yani Rabia bu İmam Malik'in ustazı. Çıksa bir halka varken kat sorunken var, çoğunluğa, ulemanın, ehlinin çoğunları var, muhisipli var sorunken. Anladım bu munda kelib o'tirayotsa ba'zida ya bakalab birdikan shundan bumi bir qisib yashib o'tirar ekan. Asli u so'riniki bosh mullam shu Rabi'a ekan. Bolasi o ko'mgan diqqat qilmagan 5-8 bunda o'tirar ekan. O'tirgan ekan, o so'rin davlashib qilgan jarayonda dadasi shu biqin tug'adimdan so'rar ekan, bu chinning so'rini bu qaysi ulamoning so'rini degan ekan, bu Rabi'a ibn Abdurrahmanning so'rini degan. Yani aşkın balısından sonra. Yani kim bu şundan öyle yürüp kayıp çıkıp, vay hatun bu bizim bala şunda katta alem şunda acayip çok ehlim bulup gitti. Emmeyle hürmet kıldıkken şunda bir sorunum şunda sürlük sorunken dep çiğendikken ayıldayken. Sana 3000 tilla bekrek söylemlik mi? Balanın mında katta alem boğallıkı bekrek söylemlik mi? Desen balanın da obdan ehlin boğallıkı mansimleye ekan. 3000 tillani uş balanın mında o'qitishga sarf qilganma. Yani kim bu? Zaya qilib maslaman. Sifat safada İbn Cevzi'nin tercümanını yazıp. Şu İmam Malik'in şu sorunda 27 yılda qaytib kelib Palestindan beşon alim bo'lib ketgan holat uchirtibdi ama qo'saqtiki bo'ladi. Lekin bu Rabi'atul Ra'i bu bak o'tkir olinmişken. Şu Rabi'atul Ra'i deb laqab sanab qolishida buning shu ra'i fikr bak o'tkir bo'lgan ekan. Shunda turib bilan gatchida nayta alqa cho'nqur gapni qiladigan bunda boshqa hatta ba'zi olimlar sal nimazdan tattat ekan.
hajjida qiqib chiqqanmisa deb diqqat qilib, hatto bir nimada İmam Abu Hanifa'ning shu İmam Abu Hanifa'ning ustozi hisoblanmayapti. Ya'ni kelib darsni anglagan, tanishgan qatoricha, muqim mulozim ustoz tutmagan bo'lsa-mu, birisi shunday rivoyat qildi. Men Abu Hanifa'ni Rabiyaning so'rinda ko'rgandim. Abu Hanifa'ning butun kuchi Rabiya nimdatida shuni bir tushunaydi, shunda tirishchilik ko'rsatib, shunda kuchayotgan holat ko'rganman. Demak, bu katta olim fikri o'tkir, cho'nqur yurgizgan olimlik chiqadi. Rabiya Tirra'ining shogirdi hech kim bo'ldi. Madrasa Tirra'ining musulmon. Va huwa qawl Rabi'a ibn Abi Abdurrahman. Degan bu bir so'tga deganga buning dalili yo'q shu. O'zining ashi ra'yidan divoqning gap bo'lishi mumkin. Shunami? Rabi'a Tirra'i bo'lgan ekan, bir so'tga xuddi yamsahul muqim yawman va layla wal musafir sa'atayn degani muqim bo'lsa bir so'tga bo'lsa muqim bo'ldi degandek bir narsani chiqarib uni degan. Wa ruya an al-Hasan al-Basri bu bir tabi'i anna al-musafira yaqsur abadan illa an yaqduma Misran min al-amsar. Bir shaga berib bo'lguncha qasd qilaverdi debdi. Bu ziyada mana shu kun turish u bu degan gapni qilmoqda. Bu iqomani xuddi shaharga xas qilib qo'ygandek. Bu boshqada iqom bo'lmaydi endi. Musafirchilik holat tug'an bo'ldi. وهذا بناء على أن اسم السفر واقع عليه حتى يقدم مصر من الأمصار. شوف فهذه أمهات المسائل التي تتعلق بالقصر. لكن نرغم مسألة تشلب öttü. Çünkü bu kitapta çoğun mesele to'xtalimiz deganlik shu. Boshqa hukmlarmi mushunga asos setishlar. Mush ixtilof bo'lganlikdan undan boshqa masalaga ta'sir ko'rsatgan avval bo'lgan mushuni bayon qilib o'tdi. 15ni tanlab, uningdan boshqasidan dalil kerak deb turganlar. 15ni tanlashdan asosan Rasululloh Makka fath qilgancha turgan kunlarni rivoyat qilishda o'xshash emas. 10 kun, 15 kun, 18 kun, 19 kunga rivoyat bor. Anki 19 kunni, 4 kunni bular boshqalarga chiqarib o'tgan. Ya Havazin Hunayn g'azotida 2 kun ayolda yurgan, Makka chirib chiqqan kun deb bunday chiqarib 15 kunni qoldirib qo'ydi. Lekin shuni qaraganda 15 kundan ortiqmi balki ba'dakim. Yana va Tabuk g'azotida undan jiqraqtudi deb rivoyat bor. Asas bu qasd qilishlik qiynab qilish yapan al-ma'na al-ma'qul dediqo, mashaqqat masalasi bo'lgankin balki hamda bir oy turib kelay deb joyvasimi shu mashaqqat bormi? Shuna belki 15 kun deb iktamni jiqraq qilma ruxsat qilib bo'ldi ekan. Degan bu hamda ya Qur'on ya hadisda manch kun tursang qasd qilsa uning aslida aniq ko'rsatmaydi. Demak, musafirlik holati davomlashar ekan, qasd qilsa bo'ldi. Al-fasl al-thani fil jam'. Unda safar holatida ikki namozni jamlab o'qish. Qasr qilish birinchi bir yengillik bo'lsa, ma jamlab o'qishmi bir yengillik. Va ammal jam'u fa innahu yata'allaqu bihi thalath masail. Ihdaha jawazuhu. Birinchi fi jawaz al-jam'. Jam' qilish joizmi, joiz emasmi safar holatida. Va thaniyatu fi sifat al-jam'. Qanday jam' qil, jam' taqdim mo, ta'khir mo, qasish namozdan endi. Va thalithatu fi mubihat al-jam'. Bu jam' qilishni qanday nasl mubah qiladi deydi. Ya'ni safar ta'a, safar ma'siya deganda. Amma jawazuhu fa innahum ajma'u ala anna al-jam'a bayna adh-dhuhr wal 'asr fi waqt adh-dhuhr bi'arafata sunnatun. Bu yerda isbaq kelgan bir yo'l. Hamma olimlar zodi buning isbaq. Ikki o'rinda isbaq. Birinchisi Arafat kuni peshin bilan asrni jamlab o'qiydi. Bu jamlab o'qish sunnat. Ondan Muzdalifada Sham bilan xutbanni jamlab o'qiydi. Xutban vaqtida jami ta'xir qilib. Bu sunnat. Bu amri haj faoliyat uchun unda bo'lgan. Jam'i taqdim desak bo'ldi. Sal peshin vaqtida o'qiydi buni. Yani peshin bilan asr oralig'ida o'qiydi. Sunnat xilaf sunnat. Ya xilaf sunnat. Degan o joiz endi. O'qsa, u namoz ado bo'ldi, farz ado bo'lgan bo'ldi, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga xilaf ish qilgan. Endi odam besiqchilikda mashina bo'lolmay gaplashib, bu yerda bunday namoz bo'lib ketib qolsa, yoki xutdan bo'lib ketib qolsa, unda o'qitmaydi degan bo'lishi mumkin. Lekin xutdan vaqtiga qadar berib muzalda o'qish sunnat. Bu yerda lekin shu jam' qilishni bu ajpali uchun deb safar uchun emas.
Nima uchun desa Makka ahlimi bo'limi bunda jam qilgan bu yerda. Agar bu safar deb qalsa ahli Makka musafir emasdi. İspak aylandı. Ma'ni bir mazhab chiqdi yaxshi safarda bo'lmaydi deb. Mush ikki o'rindan boshqa bo'lmaydi deb turoladi bo'ladi. Anki ma'va ajga qasdi bor. Arafatan adı Mekke şahsinden qancha 20 kilometr kimmaydi? 10 kilometr kilometr. Ya ikincilagim 15-20 kilometr. Men Minago shu 8 kilometr keladi. 5-6 kilometrdan tortib 8 kilometr aylanib mangdan bo'lsa. Men chiqqan bo'ldi-ku odatda. Endi mush ikki o'rindan boshqa yerda jam qilamdi, qilmamdi buni ixtiloflashdi. فأجازه الجمهور على الاختلاف بينهم في المواد التي يجوز فيها من التي لا يجوز. Bularni o'zaro menda yer bo'ldi, bo'lmaydi deb ixtiloflashib qolgan bo'lsa, ish qilib boshqa yerda bo'ladi deb qaradi. Wa manahu Abu Hanifa va ashabuhu bi itlaq. Abu Hanifa va shogirdlari bu ikki o'rindan boshqa yerda jam qilish bo'lmaydi deb turadi. Bulardan billah Hasan Basri Naqaidga tabi'in bo'lgan. Nimaga desa inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Yana Rasulullohga Jibril alayhisalom namoz vaqtini belgilagan. Al-vaqtu ma bayna hadayn. Vaqt mushu oraliqda o'qiysa mana namozni deb ko'rsatib qo'ydi. Sen nima buni o'zing vaqtida o'qing, boshqada o'qiysan. Hamda ma oyatlar hadisdan ko'rsatilgan vajdalala bu namozning vaqti tavatur bilan belgilanib ketdi. Adam bildiği bunun palarını namazın vakti yardım yayıcı der. Bu tavatur bilan belgilanib ketgan narsani ehtimollik dalil kelgan hadis ahad bilan sen uni bekor qilib o'tmaysan. Mana bu mazhabniki prinsip. وسبب اختلافهم أولا اختلافهم في تأويل الآثار التي رويت في الجمع. Cemlab o'qish to'g'riliq kelgan hadislarni tushunishda talash tortish bor. Wal istidlal minha ala jawaz al-jam'. Ondan jam' qilib o'qishning joizligi dalil ko'rsatishdimi o'xshamaydi. Li'annaha kullaha af'alun wa laysat aqwal. Buni hammasi Rasulullohning ish harakatini rivoyat qilishdan iborat. Rasulullohning biror so'zi undan nima yo'q. Bunda jam' qilsangiz bo'ladi, qilinglar deganda bir gap yo'q deydi. والأفعال يتطرق إليها الاحتمال كثيرا أكثر من تطرقه إلى اللفظ. buyruq ma'noda sal inifroq qildi. Shirkat degan ma ehtimolliqim bor, u ehtimolliqim bor deb ehtimolliqlar ko'payib ketadi. Va thaniyan ixtilofum aydan fi tashih ba'dha. Endi ba'zi bir hadislarni sevmasin deb ixtiloflashib qilishdim bor edi. Va thalithan ixtilofum aydan fi ijazatil qiyas fi dalika. Buningda qiyas qilsak bo'lamdi bo'lmaydi. Ya'ni ash Muzdalifa bilan Arafatga qiyas qilsak bo'lamdi bo'lmaydi degan masala. Demek üç sebep var yukarıdaki. Amma al-athar allati ikhtalafu fi ta'wilha. Hamda bu sahih deb bular, lekin buni tushunishda ixtiloflashib qolgan hadis ma'lumlar edi. Birinchi hadis Anas radhiyallohu anhu, "As-sabitu bi-ittifaq akhrajahu al-Bukhari wa Muslim." Qala kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza irtahala qabla an tazigha ash-shamsu akhara adh-dhuhra ila waqt al-asr. Kun qarilib bo'lguncha safarga otlangan bilib qalsa, o'sha peshinni o'qimay minib, ondan toza bir minib bo'lgandan keyin asrga yaqinlashgan. Unda chalib tushib, asr bilan asrning vaqtida peshinni asrni unda billa o'qiydi. Ma'va aniq nasamni jami qilishgan. Chunki asrning vaqtida zo'g'ib hadisda. Yo'q, bu odatga vaqt. Hozir ma talashtash odatga vaqtda safar oltida. Bu vaqtida ittifoq keldi. Fayda zag'at shams qablan yartahal an safar qilishda ilgari kun qayrilib bo'lgan bo'lsa, peshin vaqti kirib bo'lgan bo'lsa, peshinni o'qib, ondan mang'atdi. Lekin peshinni o'qib, asrni birga o'qitib dedim hadiz, nima? Lekin peshinni asri kechib turishni aniq nasdi. Shunga bu kechib turib o'qish va oldiga taqdim qilish yo'q deydiganlarni ba'zi dalil qildi. Keyin anda deb qaraydiganlar chiqdi. Jami ta'xir va taqdim yo'q dedi Allah. ومنها حديث ابن عمر إشكين حديث ابن عمر رضي الله عنه وهم متفقون عليه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير في السفر ciddi yürüp ketayotgan chaqda namazshamni kechiktirib tam bilan ikkisini birga o'qitdi deb. Endi ma'noda bir tarafdan bu ba'zi dalil bo'ldi, ba'zi dalil bo'lmadi. Nimasi iza ajjal sayr degan bir so'z bor. Buni ba'zilar keyinda chiqadi. Jiddiy
jiddiy zot yo'lini toza yo'llanayotgan chog'ida bunda jam qilsang bo'ladi. Lekin normal aldirmay menga vaqtlasan tushib davlat bir yotoqda tursa, tushunama? Yana endi atsi manasa manda chog'da jam qilsang bo'lmaydi dedi. Chunki menga ra'ajjavi sayr, ra'jadda fi sayr degan gap bor edi. Bu qoidani e'tibor qilsar. İbn Umarning shunday nimasi bor. İbn Umarning safarda ayzin qaytayotganning bir nima chog'da oyling sakrab tushib qolibdi deganda bir nima bo'lgan chog'da qattiq mangan. Mana namazsham vaqti bo'lsa, bundan vaqtga kelgan chog'da cho'ponning ikkisini birga o'qib sunnatmush deb ko'rsatgan yeri bor. Demak, bu idajidda bir sayr. Bunda qaydni ko'z tutish kerak degan olimning dalili bor. İşkiliz cema ta'xir mana. Demak, bu ishkadisni ko'z tutqalib cema taqdim degan narsa yo'q deb turishi mumkin. Ta'xir qilsam bo'ldi, bizga agar ras taqdim qilsam bo'lmaydi deb turishi mumkin. Ta'xir qilish bo'lgandan keyin taqdim. U qiyas. U qiyasan. U qiyas. 3-chi hadis İbn Abbas radhiyallohu anhu'ning hadisi. Bu İmam Malik bilan Muslim rivoyat qilgan. Bu sahih hadis. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. Ve bunun da vaktin belgeleşi yok bunun da. Bana cevap, maaş kısmında cevap okudu. Bu sefer aldım emeste, korkunç aldım emeste. Yeni bir rivayette valla matar da gerek. Bu Medine'de normal vakti. Medine normal tuğa vaktin demek. Vakti müşterek var ya Maliki mezhebinin, Şafii'nin karışığa belki biz tarafta dilkep kalırdı. Ya takdim kıldı ya ta'xir kıldı. Bunda gap yok. Takdim ta'xir degan gap yok. Takdim ta'xir degan gap yok. Andan buni qanday vaqtda o'qiganligini bayoni yo'q. Lekin buni olimlar uyantatib nega apurdi? Jam'u suriga, shakli jihatdan jam qilgandek. Amaliyotda bu ishga esa o'z vaqtida o'qiganda. Xuddi nimaga alsa, peshinning vaqti ketkanda 5 minut qolgan chog'da peshinni o'qib, andan peshinni o'qib bo'lib tursa, asr vaqtida o'qib, qancha asrni o'qib, ikkisini orqaga o'qisa bu jam qilganda ko'rinib qolgan deb bunday tushundim. فذهب القائلون بجواز الجمع في تأويل هذه الأحاديث. وشدش كأن كان متفق على صحته كأن كان هنا سيأمس ديمجان كيس قاسة ما نسوا ينبغي تطبقه. إلى أنه أخر الظهر إلى وقت العصر المختص بها وجمع بينهما. بعد الدكتور ده فيشمن منا أسرنك أشوا وقت كشفترب أسرن وقت أقب يعني إشكي نمازنا بر نمازنا وقت أقوان دكتور. أما هنفي ماذا تقول إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر في آخر وقتها. Peşininki vaqt chiqishdan 5 minut qolgan chog'da peshinni o'qidi, o'zining vaqtida. Asrni o'zining vaqtida o'qidi. Lekin ikkisini orqaga o'qigan ekan, bu jami qilganda ko'rindi. Alama jaa fi hadis imamat Jibril qalu imamat Jibrilda peshinni ikkinchi kuni asrni o'qigan vaqt o'qidi-ku. Demak, bu oyda ikki namozning birisi vaqt chiqdi, birisi silgan vaqt shuni o'qigan. قالوا وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس. ابن عباس نقول مش منغا شغل بلدو ده. أميات ابن عباس نقول مجمهور ما جامع السوري غافرده. لأنه قد انعقد الإجماع. نمشون بنا ابن عباس نقول نهاية كلمة çünkü إجماع وام يعتدل. أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذره. çünkü siz mi yani Şafii, Maliki, Hanbali mezhep tükülme ma hadiste hadar dikaya hadis bu. Siz buna caiz mi hadarda? Ondan bunu çokum tevil kılmaya çağırıyor. Tevil kılsak ne yapılmaz? Cem-i Suri yapılmaz. Ondan hadisini mi? İbn Ömer'nin, Enes'nin hadisini mi? Cem-i Suri'ye ekileceğiz. Yani en tusallı salaten man fi vakti ihdama. Demek iki namazını birisinin vaktida o mukim halette okuş yok desin ama. Ondan sını tevil kılmaya çağırıyor. Ondan bunu tevil kılıp mayan ekilleri. Vahteccu li tevilihim eydan. Yani İmam Ebu Hanife muşu düşünüşünü yani kullaşın mağarisini delil kılıyor. İbn Mesud radıyallahu anh rivayette "Vellezî la ilahe gayruh ma salla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salaten kat illa fi vaktiha illa salateyni cema'a beynel zuhri vel asri bi Arafa ve beynel maghrib vel işâ bi cem'in." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen namazını vaktinde okugan. Çokum vaktinde okugan. Fakat landı muşu Arafat Muzdalifa'dan bu işkin cemlep okugan. İki namazda birisinin vaktinde okuganımız. Cema degeni Muzdalife degan. Muzdalife'nin bir ismi bu. Cema degan.
cami deb atilishda ya ikki taqvatda ikki cami qoyatda yoki havanimiz bilan odam otimiz shu yerda yaqinlashgan shu izdalafadigan iqtaraba degan ma'no oldi-ku. Yani ular aşağıda tepişkan, uçrashgan ya yaqinlashgan degandek shu Muzdalifa deb atalgan, deb yani jam bo'lgan yoki namoz jamini o'qilgan ya vaqtda jami deb atalgan. Bunday xil misol. Lekin bu jami degan bu ism Muzdalifa degan. قالوا وأيضا فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما تأولناه نحن أو تأولتموه أنتم. Demek yani bunda anlattım da, Hanefi mezheptekiler. Yukarıdaki hadisler biz düşüngendek buluşum mümkün, siz düşüngendek buluşum mümkün. Bak insaflan diye yapıyorum. Vakat sahha tevkit salat ve tibyaniyah fil avqat. Namazdan vaktimizi belgilenip inik olup ketişinde ama. Ondan iken bu inik olan belgilenip ketken yerden baştanıga keskin yani inikler. İhtimallık yok ayında keskin. Şu derecesine nasıl olsa, delil olsa yürütülmez mi ondan? Bunu taşır etmemiz için çın tutmayız. İhtimallık var nasılki asaslanıp inik nasılını biz taşıramayız. Enbiyada halin nefi mukaddemun ala isbat. O bu diyende bunda yapılı çıkılan. Bu meşhur sözümde. Nefi mukaddemun ala isbat. Ve emmel eseru ellezi ihtelefû fî tashihi. Hem de Seyyid işte ihtilaflaşkan bir hadis var. Bunun bir ihtilafın sebebi de bittiği. Bu قال فما رواه مالك من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تبوك غزتهم عند جمقيغان قال فأخر الصلاة يوما بنا نمازı keşiftirip ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا demek peşimini keşiftirip peşimde esrini keyin o'qibdi. Yani esir vaqtida o'qigandı belki ya peşim vaqtida. ثم دخل ثم خرج يعني çedireli şirkte yani keyin çıktı deydi. فصلى المغرب والعشاء جميعا çıkın cemlep okudu dedi. وهذا الحديث لو صح bu Sahih Müslim hadis. Yani muvatta olan Sahih Müslim rivayet hadis bu. İbn Rushd Sahih Müslim tekşirip bakmayın. Abu Ömer Abdülbar mı onu tekşirip bakmayın şunda diyen boz muvatta asasına. Muvatta'daki yetişme onu iznin sağlam gibi Ya muvatta'da da acizetin varmış mı? Köpünçe hem de Hasan dereceli gezişilecek seyirlerim var. Ki acizlerim var, balağlım var mı onda? Yani balağına deplamında dep koyduğu adresim var. Lav sahhan sahih bulab qalsa ihtimal sahih bulab qalsa dedi. Ameliyat sahih buldu. Qanday oldu unda olsa, lakin azhar min tilkal ahadith fi ijazatil jam' qilishda yuqorqi hadisdan bakrak jalliq buldu dedi. Lianna zahirahu annahu qaddama al-isha ila vaqtil maghrib. Çünkü bunda qarasak bu hadisdan chiqib turgan nima esa, thumma kharaja fasallal maghrib wal isha jami'an degini xuftamlar ikkisini namozning vaqtida o'qiganda ko'rindi dedi. Lekin bunun aniq dalil yo'q. Ama zahir. Salamda. Belki xuftan vaqtida o'qiganda mana fasallal maghrib wal isha jami'an dedi. Fi vaqtil maghrib demadi bunda. Lekin hamda qarashda namozsham vaqti kelgan chaqda undaga chiqiblam xuftamlar ikkisini birga o'qidi degandek bunda ko'rinib qoldi. وإن كان لهم أن يقولوا إنه أخر المغرب إلى آخر وقتها وصلى العشاء في أول وقت. Demek yani bir mezhepteki mandada turasın buldu dedi müşahidler. Namaz şemne keşiftirip ahirki taatde. Tanrı destek vaktida demek işkesini öz vaktida okudu desin buldu dedi. Cema Suri. Lenne leyse fil hadis emrun maktuan bihi ala zalik. Onda keskin bir durum yok çünkü. Bu ravinin sözü muhtemel ama ve emme ihtilafum fi icazetil kıyas fi zalik. Yani kıyaslasak bulamdı bulmamdı degende talaşlar nima ise fe en yulhaqa sairus salavat fi sefer bi salati Arafat ve Muzdalifa. Baş çağdaki sefer altındaki namazlarını şu Arafat bilen Muzdalifa'daki cema kılıp okuş kıyas kılış dedi. Yani en yücazel cema kıyasen ala tilke. Demek cema kılış caiz de qarasak nimaga asasen bulup da aşın kıyas kılıp dedi. Fe yuqal mesela salatun vecebat fi sefer. Demek bu kıyasda bunda kurashturumuz dedi. Salatun vecebat fi seferin bu seferde vacip olan bir namaz. Yani seferde okuş gerek olan bir namaz bu. Farz namaz. Fecazen tujma cema kılış caiz oludu nimiş qalsa nimaga asasen ise Arafat Muzdalifa'da cema kılışga asasen. Ve huve mezhebi Salim ibn Abdullah. Bu Salim ibn Abdullah'ın karşıki bunda kıyas kutubu. Salim ibn Abdullah ibn Umar bu kasabanın birisi. Yani cevaz hadal kıyas. Demek bu Salim bunda kıyas kutubu. Lakin el kıyas fil ibadat yad'uf.
lekin ibodatda qiyos qilish bu ojiz. Yani ibodatda qiyos qamlashmaydi degani bu. Çünkü ibadet degan nima? Bu oyunda Alloh taolo belgilab o'tgan narsa. Uni illatini biz unda bekitib olmaydi. Yani boshqa narsada qiyos qilsang qilqamlashadi. Bunda qiyos qilib tursam-da ibodat Alloh taolo tushgan din boshqa narsa aylanib ketdi. Xudalik badalajni bu joizlikqa, bu bir rukn min arkanul islom, bu bir farz ibodat. Undan keyin buningga ro'zani, namozni qiyos qilsak, o'chaqda boshqalarning unisini boshqalar o'qib qo'ysa, ro'zani tutib qo'ysa bo'ldi deb ondan o namoz o'qiydi Allohmi? O'z namoz o'qimay boshqalar pullarni namoz o'qitadigan, ro'za tutadigan bo'ladi. Buni qiyos qilish bo'lmaydi. Chunki hayda boshqalarga vakolatan niyat qilish kelgan. Tamam, Rasululloh hadisida kelgan. Lekin namoz, ro'za kelganmi, kelmagan. Anda qiyos qilib turarsak, keyin bu din boshqa narsaga aylanib ketdi. Demak, bu hamda mazhab bilan jumhurning qattiq tutib qolgan masalalarimiz. Dalillar unda turdamda. Bo'lsa mumkin qadar safar oltidan mushunglar estilib boshlamda sharat qanda bo'lsin qat'iy nazar namozdan vaqti tartibamda baka o'tiribmi o namozning vaqtini boshqa chiqarib ondan bosh namozning vaqti kelgan chog'da jamlab o'qib mundaq qilishmay. Agar imkoni bo'lsa o'zining vaqtida o'qiymiz. Bu bir ruxsat qildi. Imkon bo'lmaganda rasmiy qisilib qolgan chog'da, bo'lolmagan chog'da jami qilsak to'xtagan mashinani to'xtatib bilan o'qiversak bo'ldi. Ba'zan to'xtatish mumkin emas. Zada qat'iy bir chora yo'q ahvolga duch kelib qolamiz. Shu chog'da unda jami qilib o'tsak, shu yaxshi. Shunday jami qilib o'qivatsa, shu puxtroq bo'ldi ekan. Nima uchun desa, ba'zida oyda ahvolda jami qilib o'qimasa, ki vaqtida o'qiyman desa, masalan, hozir peshinni o'qib qilib, nima qilib joy mamoqchi. Shu chog'da aslini o'qivatsak, bu sal xotirjam bo'lgan emas. Aslini o'qimasak, keyin aslini vaqtida o'qiyaman desak, keyin fursat bo'lmay aslini namasham bo'lib ketadi. Shu anda o'qivatsak xotirjam. Bu bir xil qulaylik endi. Qulaylikni biz olsak bo'ldi. Bularmi uni ustiga hozir shu idora nimalda, zavodda, uyabada, maktablarda, doktorxona va kazamunlarda ishlaydigan adamlar. Hatto o'quvchilar masalan. Bular ba'zi namozni jamlab o'qimasa, u namozni dar vaqtida o'qiolmaydigan. Ya'ni sen o'zdan vaqtida o'qiysan, o'qiolmaydigan bir holat duch kelsa, yo maktabdan sinfdan chiqolmaydi, yoki ishdan sen vaqtida 5 minut yo'qlab ketolmaysan. Bunda bir ahvolda o'chaqda namozni jamlab o'qish va asr namozi, boshqa namozda bo'y taqashmaydi. Asr namozi taqishib qolgan bo'lgandan keyin peshin bilan asrni jamlab o'qish ulul kelib qoladi. Bu shu ruxsatni olsa bo'ldi men. Unda yo'q. Unda hech kim unda deb bakmalı. Unda jamlab o'qish yo'q. Jamlab o'qish nari keldi desa, peshin bilan asr, sham bilan xutdan. Endi sizlar bamdat bilan peshinni jug'lash, ya bamdat bilan xutdanni jug'lash desalar, bu andin qani qiyos qilib bakishga tushadi. Ya'ni bamdat bilan peshinni ya bamdat bilan xutdanni jamlab o'qish joiz. Nima uchun? Peshin bilan asrni jamlab o'qish joiz, ya xutdan bilan shamni jamlab o'qish narsa aniq qiyos qilinish desalar, lekin qiyos bundoq ojizdir. Yani bundoq azan tutishni o'rgangan vaqtida bo'ldi. O o'z vaqtida o'qigan bo'ldi. Ya'ni vaqti darurada o'qigan bo'ldi. Va amal masalatu thaniya va hiya suratul jam'. Jam' qilsaqda, jam' taqdim qilamdiq, ta'xirmi degandik. Jam' qilish shakli qanday deydi. Faqtalafa fihi aydan al-qa'iluna bil jam'i a'ni fi as-safar. Amda Abu Hanifa qazib chiqdi. Ve al-qailun bil jam' fi as-safar lam qaldi. Shu imom qaldi. Bular o'zaro talashda chiqildi. Taqdim qilamdiq, ta'xir qilamdiq, qasir qilish kerak. فمنهم من نرى أن الاختيار أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلى مع الثانية تأخير المزيد. أما وإن جمعتا معا في أول وقت الله جاز. أما تقديم قاسق ما ميلة لكن bizning tanlaydig'imiz afzal demakchi shu jami ta'xir. Va ahda rivoyatayn an Malik, Imom Malikdan bir rivoyat keldi, Imom Ahmaddan bir rivoyat. Bu Shafi'ning qarashi ekan. Va minhum man sawa baynal amrayn. Ba'zilar o'xshash debdi. Jami taqdim ta'xir qanday qilsangiz? Ya'ni an yuqaddima al-akhira ila waqt al-ula aw ya'kis al-amra. Taqdim qilsang mayli, ta'xir qilsang mayli demak. Va huwa madhhab Shafi'i. Bu Shafi'ning qarashi. وهي رواية أهل المدينة عن مالك وإمام مالك من رواية والأولى رواية ابن القاسم عنه برينسة ابن القاسم مدونة رواية قرشي
وإنما كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع لأنه ثابت من حديث أنس. نموذج إمام مالك أشو جمع تأخير لم كلمة تقدم كلمة أنس كده صلى الظهر في وقت العصر ده. دوان كان وتأخير ده نص كده. أنس كده شو ده؟ أخر الظهر إلى وقت العصر ده كده. دوان كان بو تأخير كده من حديثان. لكن تقديم كده ما يوق. ثم صلى المغرب أشهد جندا عنده يوق. ياكي أسرنا كيشن مخطوق دين جبلو تمام لأنه جاء في أنه أخر الظهر إلى وقت العصر ومن سوى بينهما أن بازلا تقدم تأكر عندك بلدو ديجلا فمصيرا إلى أنه لا يرجح بالعدالة لماذا وراوينا ما بكرك عدل التما ما بكرك شيء لكتب لقى أنا قرب ترجيح للشيوخ تبتو يعني أنه لا تفضل عدالة في وجوب العمل بها مثلا برادس شكي يولولا رواية قلنبتو شكريسن راويرلا عدل كان المجادا مانم بكرك عدل التا دب مندا ترجيح قلمدق مندو أبو حنيفة راقرك خلدوا قول كترش مسلسما أسن مش قلان كتاما يسا وحديث مندا كاغن إمام مالك مو قاسم السا ديسا إمام مالك ديجان شغدا عندن إمام أبو حنيفة ونحن روينا كذلك عن فلان عن القمة عن ابن مسعود عن الأسود عن القمة ابن مسعود من داد عندن أراوينا عن سلسول ما عندن أفتح ما عندن شيء لكتاب إشكاليسة نمام ده أشو شيء لك عدل راوي لا لكن عنده سلسول her derecedekini udullaştırsa yukarı tuğa. Demek Abu Hanife ayada adalet taraftan emas, başka bilimlikte, nimetте, manda, te ahfazya, afqahda manda tercihliga. Niyadagi masala azar adaletidan. Mavo manda şeylik taqvodar adamda, undan bakrak taqvodar şeylik degandek. Manda mamanda evzelte da bunda nimqış bami yo'qmi deydi. Farq qilamdimi shu qilmamdi. Va ma'na hada annahu idza sah hadis Muaz bu alaqa Muaz'dan hadisini demek ekan. Muaz'dan hadisi saymanisini deb qoldik. Lekin boshqa hadisini cho saymanisini degan gap bo'lmadi unda. Shunami? Ma'noda azroq qanday bir gap bo'lib qoldi demakchi. Lekin bu sahih. Sahih chiqdi. Lekin sahih chiqqandan keyin unda gap bo'lgan hadisdan gap bo'lmagan hadis tanlamdi. Ravi degan asosda ma adolatda ma kuchliq demdik buni. Demek bu hadis sahih bo'lib qolsa amal qilish vojib. Xuddi Anasninkiga amal qilish o'xshash. إذا كان رواة الحديثين عدولا demek işkilesinden hadis sahih olganken udul oldu, okşaş oldu. وإن كان رواة أحد الحديثين أعدل demek birisinin bekrak unda adalet cihetini yukarırak olsun mu okşaş. Adil arkalı kelgen bozsam oldu hesap kılındı. Peki bu ağızdan hadisi de o sahih bulap unda adalet tarafından amal kılınız diyenin kim mi o cemme takdimga tıka dalal kışı o netice mesela. Çünkü onun cemme takdim kıldı diyen gap yok. ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا دبا. Bu çıkıp o vakti buluşu mümkün. Ya bulan özara birbirinden tutuşup gitti. Ebu Hanife ayada rahatlar mutlad. Ve emmel mes'eletu es-salite ve yel esbabul mubiha lil cem'. Bu anda qanda sebepler olsa cem' qilish mümkün yani. Sefer değmez mesela. Kesillik ya. Umumul balva aldırışçılık demdok mesela. فاتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر منها. Demek cema kılmaz diyorlar. Yani Hanefi mezhebinin başkalar sefer cema kılışının bir sebebi hesaplandı dedi. Bunun ispat. Lakin de onun başına asıl ispat olmaz. Vaktalafu fil cema fil hadar. Anda sefer kılmagan ahvalda cema kılındı bunu ihtilaflaştı. Ve fi şurut sefer al mubih lahu. Kanda sefer olsa sen cema kılsan buldu kandığı da kılmayalım. Sefer masiyet taadin yapılağı. Yakin mesafe manda bulaş gerek bu diyendek. Ve derken en sefer minhum men ja'alahu sebeban mubihan lil cem' ay seferin kana ve bi seferin kana. Qanda sefer olsa bular diyorlar var edi. Ve minhum men ishtar bunu da Hanefi mezhep kirdi. Tamam. Çünkü sefer masiyet olsa o'xshash deb turoldi. Ve minhum men ishtarad fi darban min as-sayr. Bu qanda sefer aldırmay yolda aramılab manda mangan sefer olsa cem' qilsa ciddi aldırab mangan sefer olsa cem' qilsa. Mesela bunu fark var mı? Ürümçiden Kaşgar'a deriye Xotenga mansak adam normal manış var. Adam normal ahvalda sefer kısa aldırmay
yerim gün keçip kalsımı, bir yerde bir konaklı kısmı okşaşmı yurdu. Lekin aldıraş şu, ya bir toy toykine ölem işiga ülgürmen dep manga vakfa. Uça bize toxtab kalmaya, özü maşina edip manga vak. Etça toxtumay mangadamdı. Manda ahvalda kılamdı ya ki, aynı demeleyip, aramalap kılavatkan seferdimi cemi kılamdı. Mağa mesela. Ve nev'an min enva sefer. Demek seferinin var, aldıraş mangan sefer hesap mı cemi kılışka. Aramını mangan bir hesap mı? Mağa mesela. Yani darba mine seyir, nev'an mine seyir. Yani seyir-il hafif demdoq mesela. Aldıraş mınaş demdoq. Bir xil mınışның türü şart kılınış meselesi. فَأَمَّا الَّذِي اشْتَرَطَ فِيهِ ضَرْبًا مِنَ السَّيْرِ فَهُوَ مَالِكٌ. İmam Malik şart kıldı. İbn-i Kasım'ın rivayetinde şart kıldı. İndəbdə لَا يَجْمَعُ الْمُسَافِرُ إِلَّا أَنْ يَجِدَّ بِهِ السَّيْرِ. Ciddi aldıraş aşında halaqışıp mangan çağda şu çağ cem kıldı. Bu qarashga asasan aldırmay qilgan safarda cem qilish yo'q deb Abu Hanifa yana oyatda bizga kelib qoldik. Ama aldırmagan ahvalda Abu Hanifa'la o'xshash. Demak, jumhurning onda bir istayaqda aytmaslik kerak. Wa minhum man lam yashtarit zalik. İmam Şafii qanday olsa aldırmay mansabı safar qildim, qanday safar olsa bo'ldi. Wa yahdar riwayatayn an Malik. An İmam Malik'in bir İbn Qasim'ning rivoyati emas, boshqa rivoyat ekan. Wa man zaba hadha al-madhhab. Bu nimdapta ciddi mangan vaqtında cema qilsa deganlar. Bu İbn Ömer radhiyallohu anhu'ning hadisini asosi. Kan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza ajjala bihi as-sayr. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aldirash mangan vaqtida unda cema qilib der. Wa man lam yadhab hadha al-madhhab. Qanda minish oltin bo'lsa, bo'laverdi deganlar. Faynama ra'a zahira hadis Anas va g'ayri. Anas radhiyallohu anhu hadisida uni aldirash mangdi, tizmangdi, astmon degan gap yo'q-ku. Bo'laverdi deb qardi. Ya'ni hadis muozimi shunda. Yani onun da acele cedde fisserin gibi yok ko, aşına asas kıldı. Ve kezalike ihtelafu, onu mağmasını tepkettik. Ve kezalike ihtelafu kema kulna fi nev'u sefer lezi yecuz fi'l cema. Hem de kanda seferde cem kılış bulup deyin. Bu aşağı sefer masiyet adin gibi. فمنهم من قال هو سفر القربة كالحج والغزو وهو ظاهر رواية ابن القاسم ومنهم من قال هو سفر المباح دون سفر المعصية وهو قول الشافعي وظاهر رواية المدينة عن مالك. والسبب في اختلافهم في هذا هو السبب في اختلافهم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة. تبكتقى شو مثل شو. وإن كان هنالك التعميم. آيات برخل أموملق باطل. نمو أموملق سيادة قصر دا نقل قولا وفعلا. رسول الله'ın sözü mü battı dedi. Yani Resulullah'ın sözü olmuşsunuz eser battı. Fiil battı Resulullah'ın emeli şerikti. Yani kavul digine furredet salatu rekatayn digen. Hazreti Ayşe'nin hadisi. Ama ya cemi kılış meselesi gelsek bir yerde kavul yok. Eser yok. Şu fakat şu cemi kıygallıkını rivayet kıygasır var. فمن اختصر بها على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجزه في غيره. Demek Resulullah sefer ta'alam kıygantı. Şunun cemi kıygantı bıqasa başkası bulmaydı dedi. Ve men sayma minhu ruhsa lil musafir addahu ila gayrihi min al asfar. Bu ondan musafirlan boğan iken ruhsatın bahriman buldu ise başkası mı? Masiye seferede mi? Tesi buldu dedi. Ve emmel cemi fil hadar li gayri ödrin. Ma muhim mesela bu. Sefer kılmağın ahvalda üzresiz cemi kılış. Pekala böyle oturabilirmiş namazına bir vakti okuş ya. فإن مالكا وأكثر الفقهاء يعني عامة الفقهاء عموما أساسا هم مثل يعني لا يجيزونه جائز ما سفر. وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر. Bir grup Allah bunun caizdi. Muşuldan kalan hemen caiz miydi? Bula kim lazım? İbn Sirin, Rabia, İbn Munzir. Lekin bu adet kılınmay. Bir akatımında. Koysan buldu. Daha bir ülkeye çağda deptu. وأشهب من أصحاب مالك وسبب اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس. ابن عباس'ın hadisi müştebek bulalım. Nimalse bu cami kıldı dedi o. Min gayri khawfin ve la sefer. Min gayri khawfin ve la matar dedi. Sefer emez halette diyen bir nas var. فمنهم من تأولوا على أنه كان في مطر. وبعد ذلك يقان وقت دبش كما قال مالك. لكن بروايته ولا مطر دبكان كان واحتمال القول. ومنهم من أخذ بعمومه مطلقا. أنا بعضهم ده جائز قال لا عموما آغني. وقد خرج مسلم زيادة في حديثه وهو قوله صلى الله عليه وسلم في غير خوف ولا سفر. عندي يعني برواية غير خوف ولا مطر دبك. شيء خوف ولا سفر ولا مطر مؤلف تسغندك وشي برياد كمية بريادي. هذا إشكال اسمه كريستور التاجر. ما هم برخل يخشمس.
يعني هذه الكلمات الثلاث لم تجتمع في حديث واحد وبهذا تمسك أهل الظاهر ظاهري لا مش أسفل دليل سيد كلمة كم مدمى سفر أما سالت جمع قيامك ماما كلمة أنا سيد مسلم دا نا جمع قصة بولدو مش كم يمكن bu cumhur uyantat başka ahvalını göz tutup bu cem-i Suriye dedi. Çünkü bunun vakti bayan kılışı yok. Yani bunun da çıkamazsa onda birsen vakti tatip okudu diyen gap yok. Lekin cemlab okudu, akakıda okudu diyen gap. Cüplab okuğuna şu peşimli vaktida, ahirki vaktida, esirine, aldınki vaktida, başamını ahirki vaktida, xuttanın aldınki vaktida okudu. Hanefiler mütekallisu şu cemisi mutlakla çekilgini. Demek yukarıda şu aşının düşünüşüdür. Hem tahlil qilish uslubi o'xshamaganlikdan biz keskin narsani unda ehtimollik narsani unda qo'yib qo'yamiz. Chunki bu xatarlik, bu namozni boshqa o'zining vaqtida o'qimay boshqa yerga o'zgartirib o'tishgan u oyda ya oyat ya aniq dalolat bu hadis kelmasa uni qo'yib qo'ymaymiz. Bu mazhab bachchan bu. Namoz degan bu odat ish emas bu. Bilak masalada Şu bu namazda onda sal qarşı olmaydı. Başka narsada qiyas qilsa kamchilik bor unda. İbadet tutsa bu. Başka mazhab mı amal qilmaydi hadis hozir. Hanafiylardan başqa uch mazhab amal qilmaydi ekan o'sha hadisga. Min g'ayri safarin wala matar deganga matarga balki matar holatida nima qilsa bo'ldi deydi. Lekin matar emas, yomg'ir yog'magan patqoq bo'lib ketmagan vaqt, uni safar emas. Bunda chaqda uch mazhab nima deydi unga? To'rt mazhab o'tirdi ijmo var bunun. Hadisning zahiriga maqmaymiz. Demak, Hanafi mazhabidan qartilmaydi bu savollar. Zahiriylar ma to'rt mazhabga esib turib oldi. Mana Sayyid iskeldan hech amal qilmaysa. Lekin bizning uchunimiz bu, unda siz tushungandek emas. Lekin unda o'sha hadisningki oyog'idagi raviyning so'zlariga qarasa, bu munda ikki namozni bir vaqt namozning vaqtida o'qiganligi ko'rinib turadi. Zahiriyninki sayol bunun javobi. Nima uchun desa, hadisni Ibn Abbos rivoyat qilgan. İbn Abbas'ın ravi soğan. Nimişki bunda qilgan bo'g'itdi. Bu hayron qoldirishdi. Nimişki bunda qilgan bo'g'itdi bu namozini bu tafrit olib ketdi hozir. Rasululloh tafrit qilgan gunoh ish qilgan unda qilmaydi. Nimişki bunda qilgan bo'g'itdi. Arada alla yuhrija ummatahu. Yoki arada an la tuhraja ummatuhu demek. Yani ummati qiyin qolmas. Keyingi vaqtda bunda jiddiy adamlar unda bir kunga duch kelib qolsa, jama qilib gunohga bo'lib qolmasin shular deb ayında bir kendisilikini kılıp yaka. Degan bu İbn Abbas'ın tushunishi hamdi bu. Lekin bu hujjatli olmaydi, lekin bir qarina hamdi bundan jama qilish ikki namozning vaqtida o'qigan emas, bir namozning vaqtida o'qigan deganni sir ko'rsatib turadi. Vallohu a'lam.